kichkina bog'lar uchun yoki teplitsasi borlar akalarimiz uchun ixcham hamda qulay arzonroq mini traktorimiz yetib keldi. Modeli Zubr 196. Video davomida traktorlarning hammasini narxi, to'lov turlari, xarakteristikasi bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bu traktorimiz Zubr 196 mini traktori. Bunda ham xuddi Zubr 1105dagidaqa xuddi o'sha Zubr motor, faqat Zubr 196 motor. Ya'ni bu 16 ot kuchiga ega. Ko'rinishi, tashqi dizayniga bitta baho berasizlar. Ancha yaxshi, chiroyli ishlangan. Xo'p, ana kapotini ichida xo'p, motori xuddi o'sha Zubr 1105 motordan Zubr 196 motor 16 ot kuchiga ega. Xo'p, kalitda mana oldida akkumulyatori, statori bor, ya'ni kalitda zavod qilishlar ham bo'ladi. Mana bu yoqdan rushnoy zavod qilishlar ham bo'ladi. Yoqilg'isi dizel, soatiga 1-1,5 litr solarka yeydi hamda antifriz suv yordamida o'zini o'zi sovutadi. Bu traktorimiz ancha mana ixcham hamda ko'rsanglar bo'ladi. Понижний повиши bu traktorimizda ham 3 tadan 6 ta skorost bilan jihozlangan. Rollari ham ancha zo'r hamda bu traktorimizni boshqa mini traktorlardan farqi korobka qismida, ya'ni bu traktorimizning korobka qismi ancha sifatliroq chiqqan. Ya'ni bu traktorimiz mana tashqi ikkitalik silindr bilan jihozlangan. Ya'ni arzon remelli qaysi traktorda bunaqa tashqi ikkitalik silindr bor. Aynan bu traktorimizning korobka qismi aynan shunaqa sifatli jihozlanganligi sababli ham mana распределитель ham ikkitalik, narxi ham ya'ni sifatiga yarasha. Balon razmerlari ham katta hamda kengayib torayadi, ya'ni razmerga qo'yib kengaytirib toraytirsalar bo'ladi. Bu traktorimiz mana даже глушитель ham pastga qaratib ixcham qilib ishlangan. Ya'ni bog'larni tagiga, bog'larga, daraxtlarni tagiga bemalol kirib ishlasalar bo'ladi. Komplektida tuproq maydalaydigan frezasi hamda korpusli plug narxini ichida qo'shib beriladi. Bemalol bunga ham qarshi koli degan kapalkalar, qarshi kapalkalar, oldiga o'taveradigan 120 lik jatkalari hammasini qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Bu yoqda Zubr 1105 mini traktorimiz, bu 18 ot kuchiga ega. Bunda ham xuddi shu komplekt frezasi plugi bilan bunga qaraganda sal balandroq. 1105 traktori ko'rgan ekanlar. Bu bundan ham pastligini ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni bu bundan ham ixchamroq, mana hovlilarga, teplitsalarga juda zo'r ishlab chiqilgan. Xudo xolasa YouTube kanalimizda bu traktorimizda ishlagan jarayonlarni ham xudo xolasa hammasini qo'yib boramiz. Traktorimizning narxi keladigan bo'lsak, aynan Zubr 196 mini traktorimizning narxi 35 million so'm naqd pulga kelishtirib arzonroq qilib beriladi, komplekt frezasi plugi bilan. Agar kreditga olmoqchi bo'lgan akalar uchun yoki endi lizingga bo'lmaydi-yu, kreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun mahalla hokim yordamchisi orqali olsanglar bo'ladi. Mahalla hokim yordamchisi orqali hokim yordamchisiga uchrashib, ariza berib, kredit chiqartirib olsanglar bo'ladi. Перечисление, ya'ni pul o'tkazish yo'li orqali ham bu traktorimizni, narigi traktor 1105 ham bemalol olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa hammasini kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Manzilimiz Vohadan kelganingizda, Erkin postdan Toshkentga kirganingizda o'ng qo'lda Agramach mini traktorlar do'koni. Vohali akalarimiz uchun Samarqandda, Qarshi kurugida hamda Vodili akalarimiz uchun Qo'qonda, Dang'ara Zapchas bozorida filiallarimiz bor. Batafsil ma'lumot uchun pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa batafsil ma'lumot beramiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang.